O'lkamizda muhabbat fasli bahor. Bizda esa Kutilmagan vaqtda kutilgan insoningizga, kutilmagan qo'ng'iroqlar vaqti. kutilmagan qo'ng'iroqlar vaqti. Alo. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum Gulhayoxon opajonimiz, salomatmisiz? Bugungi shukrona ayyomlarni yaxshi kayfiyatlar ila o'tkazib olyapsizmi? Rahmat. Rahmat. Tanicholingiz salomat bo'lsin. Avvalambor biz sizni bugungi Allohimizga banda Habibimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamga shukrona ummat bo'lgan ayyomingiz ila muborakbod etamiz. Rahmat. Rahmat, kattakon tanicholingiz salomat bo'lsin. Ayni damda siz bilan albattaki Urganch Sog'alar jamoasi kutilmagan qo'ng'iroq loyihasi hamda eng sevimli boshlovchi deb murabbahti bo'laman. Mumkinmi birozga qimmatli vaqtingiz bo'lsa? Rahmat, bizning jamoamiz nomiga sizni bugungi go'zal ayyomlar ila tabriklab ajoyib va samimiy dilizxonlarga erishgan xushnoma deb o'ylaysiz. Mana shu ajoyib maktublar egasi qay bir yaqiningiz bo'lishligi mumkin? Endi ikkitagina akam bor, bittagina ukam bor. Ularga qo'shilib ikkita yangam bor, bitta kelinim bor. Aha, shunda aynan qay biridan ko'proq kutyapsiz? Laziz ukamni. Aha, mayda sizni uzoq kuttirmayman. Albatta biz ham sizga mana shu maktublarni yo'llashda juda ham shoshilyapmiz. Sizni dunyolar shetevi bardoqovchi aytganingizdek, ukajoningiz o'z singlingizdek bo'lib qolgan Irodaxon opamiz hamda ukangiz Lazizbek akamiz etilar bugungi go'zal ayyomlar ila tabriklagan inson hamda ularga hamrohlik sifatida umr yo'ldoshingiz Ramziddin aka, farzandlaringiz Farizoda, Og'abek, Davlatbek hamda ota-onangiz Murodjon aka, Hayitgul onam, ukalaringiz Xurzod aka, Bobosher aka hamda yangalaringiz Gulnozaxon opa, Maftunaxon opalar nomidan sizni dunyolar shetevi bardoqovchi keliningiz Irodaxon opamiz sizni bugungi go'zal ayyomlar ila tabriklab ajoyib va samimiy dilizxonlarni bizning jamoamiz orqali o'qib eshitishimizni bizdan so'ragan ekanlar. Qarshi bo'lmasangiz uni sizga o'qib eshitiraman. Xo'p, mayli. Rahmat kattakon. Assalomu alaykum, men uchun qadrli va qimmatli bo'lgan opajonim. Boshimdagi Do'ru Gavharim, avvalambor men sizni bugungi Allohimizga banda Habibimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamga shukrona ummat bo'lgan ayyomingiz ila muborakbod etaman. Bugungi muborak ayyom musafforinglarga to'lgan olamda eng shirin orzularni tilayman sizga. Chehrangiz hech qachon ham hasrat ko'rmasin. Go'zal hayotning barcha vaqtli va ajoyib onlari aynan sizning kundalik hayotingizdan o'rin olsin. Mehribonim, opajonim, menga qolsa opa so'zini oldiga qayin so'zini qo'shishni hech ham xohlamagan bo'lardim. Chunki sizga bo'lgan mehr va muhabbatimni ifodalash uchun shoirlar meni qo'limga qalam berib she'r yozishni o'rgatsalar hamki kamlik qiladi bu so'zlar. Chunki siz hech qachon menga qayinlik qilmagansiz. İlk bora oltin ostonangizga qadam ranjida qilgan kunimdan boshlab yaxshi bo'lsa oshirib, yomoni bo'lsa yashirib kelgan mehribon opajonimsiz. Nurli chehrangizdan tabassumingiz arimasin. Pochcham bilan birgalikda farzandlaringiz rohatlarini rohatli kunlarda rohatlanib ko'rmoqlik baxti sizga nasib ro'za aylasin degan sizga yana bitta ajoyib she'riy dilizxonlar ham yo'llabdilar. Ruxsat bersangiz uni ham sizga o'qib eshitiraman. Xo'p, mayli, rahmat. Rahmat. Tirgakdirsiz yurgan yo'limda, har bir ishda o'rnaksiz opa. Yaxshi kunda, yomon kunimda menga juda keraksiz opa. O'zingizni qiling ehtiyot, mening uchun bo'laksiz opa. Qaddingizni egmasin hayot, menga juda keraksiz opa. Bo'lmasangiz xarob bo'laman, vujudimda yuraksiz opa. Sizsiz aniq tamom bo'laman, menga juda keraksiz opa. Siz oq ko'ngil farishta misol, ushalguvchi tilaksiz opa. Bir dona sizga yo'q timsol, menga juda keraksiz opa. Siz deb kechqurun butun dunyodan, siz baxtimdan daraksiz opa. Sizni yaxshi ko'raman chindan, menga juda keraksiz opa.
deya bizning jamoamiz nomiga o'z samimiy tilak va istaklarini yo'llagan keliningizga jamoamiz nomidan alohida minnatdorchilik izhor etib qolamiz. Albatta ularni sizga bildirgan tilak va istaklari Allohimiz dargohida ijobat bo'lishini chin dildan istab qolamiz, tilab qolamiz. Marhamat, sizni ham ularga tilak va istaklaringiz bo'lsa eshitamiz sizni. Hammasiga katta rahmat. Kelinim farzandlarni halovatini ko'rsin. Nimaga niyatlar, butun niyatlarga yetsin. Sizlarga ham katta rahmat. Aka, rahmat ketakon samimiy tilaklar uchun, istaklar uchun. O'zi kutgan bo'ldingiz bu dilifxonlarni opajon? Yo'q, kutmagan edim. Aha, oz bo'lsa-da xursand bo'ldingizmi? Ha. Rahmat ketakon, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Sizni bugungi fayziy ayyomingizda quvonchingiz oz bo'lsa-da sherik bo'lolgan bo'lsa-ki, bag'oyatda xursandmiz, boshimiz osmonga yetdi. Har doimo xalqimizni sevinch yuzlariga sherik bo'lish, ularni quvonchiga quvonch qo'shish bizlarga ham nasib ro'za aylasin ilohim deya so'z bilan albatta Urganch tog'alar jamoasi kutilmagan ko'proq loyihasi hamda eng sevimli boshlovchisi Dilnura baxt bo'ldi. Omon bo'ling deymiz. Endi rahmat, jamoangizga ham kattakon rahmat. Sog' bo'ling. Salomat bo'ling. Mani juda yaxshi ko'rgan opam, qo'limdan ushlab yurgan opam, har kun erkalab turgan opam, mehribonim jonim opam. Opa jonim mani, siz mehribonim mani, yig'lasam quchoqlab ovun turar hammani. Opa jonim mani, siz mehribonim mani, yig'lasam quchoqlab ovun turar hammani. Jonim mani boyligim, yuzlari nurli chiroyligim, quvonaman har so'zingizdan, kulib turar gul yuzingizdan. Opajonim mani boyligim, yuzlari nurli chiroyligim, quvonaman har so'zingizdan, turar gul yuzingizdan. Opa jonim mani, siz mehribonim mani, yig'lasam quchoqlab ovun turar hammani. Opa jonim mani, siz mehribonim mani, yig'lasam quchoqlab ovun turar hammani. Boshimni silaydi erkalar, xuddi yoshligimdek ertalab, ko'ngli ochiq butun olamdek, biram mehribon onamdek. Opajonim mani boyligim, yuzlari nurli chiroyligim, quvonaman har so'zingizdan, kulib turar gul yuzingizdan. Opa jonim mani, siz mehribonim mani, yig'lasam quchoqlab ovun turar hammani. Opa jonim mani, siz mehribonim mani, yig'lasam quchoqlab ovun turar hammani. Opa jonim mani, siz mehribonim mani, yig'lasam quchoqlab ovun turar hammani. Opa jonim mani, siz mehribonim mani, yig'lasam quchoqlab ovun turar hammani. O'lkamizda muhabbat fasli bahor. Bizda esa Kutilmagan vaqtda kutilgan insoningizga kutilmagan qo'ng'iroqlar vaqti. kutilmagan qo'ng'iroqlar vaqti.